8 sotuq, bu tomoni ham 5 xona, keyingi tomoni ham 5 xonaga mo'ljallangan. Mana shu yer uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, Lola Yanda masjid ro'parasidan kirganimizda 4 xonalikda joylashgan. Ikkinchi Qahramon ko'chada joylashgan. Ko'chalarimiz mana asfalt, qo'shni hammasi ko'chib kelgan. Adashmasam bu ko'cha Bobur Shoh ko'chadagi yo'lni bo'yidagi uylar buzilgandan keyin o'shalarga berilgan uylarning hisobida. Joyimiz 8 sotuq, bemalol ikkita aka-uka mashina og'ayni o'rtasidan bo'lib foydalanish uchun mo'ljallab qurilgan. Mana bu tomonga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, uy hamda daxliz ko'rinishida 2 xona uy joylashtirilgan. O'rtasida bitta mehmonxonasi bor, kattagina. Undan keyin yana 2 xona uy daxliz ko'rinishida yoki oshxona, ovqatlanish xonasi sifatida foydalansa ham bo'ladi. Eng chekka qismimizga kichkinagina omborxona hamda umumiy sanuzilga joy tashalgan. To'liqligicha splashnoy tagi podval bo'lgan ekan. Endi ikkinchi tomonimizni ko'rsataman. Buni ham planirovkasi bir-biriga o'xshash, sal boshqacharoq. Eshikdan kirganimizda uy daxliz ko'rinishida 2 xona uy hamda uni ichida o'zini sanuzili bor. Mana bu o'rta qismimiz esa oshxona uchun mo'ljallangan bo'ladi, ovqatlanish xonasi sifatida ham foydalanadi. Keyingi xonamizda ham sanuzil bilan birga bitta yotoqxona hamda oxirgi xonamiz bolalarga mo'ljallangan. Deytski, eng qizig'i uy daxliz emas, yakkali xona qilish uchun ham shundoqqina eshiklarni ochsa bo'ldi. Hovlimizda eng chekka qismida ham bitta oshxonasi bor. Ushbu joyimizda kommunal tarmog'dan suv, svetdan muammo yo'q, mahalla tinch, yaxshi lokatsiyada joylashgan. Narxi esa $75,000, ya'ni kelishadigan joyi bor. Yoki bir donasi $37,500 to'g'ri keladi. Sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz ikkitasini, xohlasangiz alohida. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldiraman. Aniq lokatsiyasi ham Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'yaverasiz.